Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan O'yinlar shaydosi va bugungi videoga xush kelibsiz. Bugun mana shunaqa kinopchikni ikkinchi qismi videodan tashqari o'ynaganimiz uchun mana hozir ikkinchi qismida ancha kuchayganman. 58-level, Reversam 40-level. Orqamda mana bor. Bugungi maqsad mana ulardan birini olish. Bugungi maqsad mana shulardan birini olish. Keyin yana bitta maqsad qo'yamizmi? Masalan, bu qimmatlik qilar ekan. Xo'p. Mana unga kiraylikcha. Shpoq aytib ochilyapti. Yo. Shpoq. Xo'p. Mayli, unda mana 5 kalikda ham ochish. Siyoq rang mana orqadan chiqgan. Unda let's go. Kuchayish kerak, nima qilish kerak? Kuchayish kerak. Manetda bug bo'ladi, qotadi o'yin. Manetdan ham tushib ketishim mumkin-da. Men nima dedim? Tushib ketaman dedim. Tezligim oshib ketgani sababli hozir. Babam! Ana, bo'ldi. Bu nima deganimni o'zim ham tushunmay qoldim. Xo'p, yugurish kerak. Hop. Mana yerdan o'tmasa bo'lmayapti endi. Ana. Xo'p. Bitta timing olmasa ham bo'ladi. 1 minut qo'ygandan chiqib ketsa kerak. Bitta esa izdan yuguramiz. Chunki hali bunga yetib oladigan darajada tez bo'lib ketmadik. Ana opachaga o'xshab siyoq rangni olmoqchimiz. Xo'p, tezroq bo'lsa ekanda. Ana ovozidan aylanay hozir. Shu ovozini pasaytirib qo'ymasam, videoda ovozim eshitmay qolishi mumkin. Mana. Xo'p. Kommentariyaga yozib qoldiringlar, mana bundaqa ovoz yaxshimi yoki mana bundaqa ovozsiz yaxshimi? Hozir meni ovozim eshitilmay qolyapti degan fikrdaman. Ket. 59-level, bittasi 55 deb yozilgan, lekin biz 59-levelimiz. O'tib ko'ramiz. Bittasi chiqadi. Hozir 5 minut. Mana xo'p. Sal qoldi tushib ketishimga, shunga videoni o'chirtirdim. Yopa. Ayiqchaga nechi level? 70-level. Yo-mayo. 500 talik sovrinni olishimiz kerak. Xo'p. Mana bagi yo'qoldi. Xo'p. Nechi bo'ldi? 2000. 5 talikni ochish kerak, lekin hozir menda sal kamroq sovrin, shuning uchun ochamiz. Valerina Cappuccino. Hozir videoni uzib turaman, shaqqa borib qolaman. Bam, yana shu joyga kelib oldik. Xo'p. Yana bir sovrin va 1k bizda bor desa ham bo'ladi. Va mana ochildi. Deb xursand bo'lish kerak-da. Endi hozir 5 minut. Xo'p. Ma'lum bir sabablarga ko'ra video uzilib turdi. Yo'qolib ekan. Nima bu o'zi bilmayapman. Yo-mayo 5x. To'xtanglar. Yo-mayo bu yerda 1k dan beryapti, bu yerda 7-5k. 1 minut qoldi deydi boya. 40 sekund. Yo-mayo. Xo'p, qarchi, mana shu yerda kuchayib olamiz. Bu yo'qolgandan keyin videoni davom ettiraman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, yana bir kuchayib olay. Yaramas ekan. Balki ertaroq bo'lgan. 71-chi ana ayiqchadan o'tib olamiz. Ket. Yo-mayo, tezlikni
O, doddasidan beryapti-ku tezlikni. Men aytdim 1 sekundda o'tib keta olaman. Oy, dahshat tezlik berdi. Mana unga уже yetib olyapman. Yo, bu ochilganida уже yetib boraman. Aytdim-ku mana ochilganida yetib bordim. Hozir 5 minut. Xo'p, hozir 5 minutga og'zim quruq bo'ldi, suv ichib keldim. Xo'p, davay. O, ana ochildi. Yo, bu hali menga yetib ulgurmasdan boryapman. Shuncha kuchayganimizga, shuncha mehnat qilib shuncha mehnat qilib video chiqarganimizga like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, xursand bo'lardim. Ketdi. Boyak ayiqchadan ham o'tib ketaylik. Yo, men omadim kelyapti yoki omadim kelmayapti. Biron ikkitasidan bittasini beringlar. Ikkovi ham bor-ku, azob bor-ku. Bir xil payt zo'r bo'lgan payting omading kelib qoladi. Mananday bo'lgan payting omading kelmay qoladi. Yo. Shuncha omadim keldi, oxiri kelmay qoldi. Mana ko'ryapsizmi? Bo'l endi bu yerga borib. What the fuck man, bro? Mayli, bu yerga borib olib videoni yoqaman. Bam, mana ayiqchaga kelib oldik. Xo'p, endi bu yerda o't olamizmi? 3 2 1. 70-urindaman. Qani o't. Va easy peasy crazy. Yo, bunga necha 80. Yo, what the fuck is that? 1K. Undan shag'i nima bo'ladi bilmayman, lekin 1K endi kuchayganlar uchun bu judayam xursand bo'ladigan. Xo'p, oldik va 5K 2 bonus qilib berdi. Yo, what the fuck? Mana nechga kerak? 2 mana birinchisini sotib olamiz va biz hali mayli yig'ib olamiz. Короче, biz birinchisini sotib oldik. Endi bunga kirib mana uni joylashtirsak, chokolat sirap. Ana kuchaydi. Nechiga kuchaydi bilmayman. Bu yerdan beri 700 qancha mingdir beryotdi. Endi ko'proq berar. Xo'p. Yo. Короче, yana ayiqchaga borib videoni yoqaman. Bam, mana ayiqchaning oldiga keldik. Lekin hozir nimagadir ayiqcha ko'rinmayapti. Keyinroq ko'rinsa kerak. Va 3 2 1 yana. Mana ayiqchamiz. Xo'p, easy peasy crazy. Bitta afsuski sakson ana kerak ekan. Sakson nima edi? 80-level bo'lish kerak ekan. Shuning uchun bittan o'ta olmaymiz va yana 2. Nimaga 2 dan beryapti? Tushunmadim uni. Bu yaxshi, o'zimizni foydamizga. Shunday qilib 10 ga to'plab olsak, yaxshi bo'ladi. Unda men qo'shib qo'yaman. Mazza qilib eshitib videoni ko'rasizlar. Tezlashtirilgan kadr qila olamanmi yo'qmi bilmadim. Qo'shib qo'ya olaman. Buni o'chiramiz. Shoshmanglar. Yo'qmi, qizil yo'q paydo bo'ldi. Nimagadir. Buni o'chiramizdagin. Roblox o'zini ovozini. Please don't tell me I'm telling you.
Xo'sh, mana 10 ga ham ega bo'ldik. Endi esa nima desam bo'ladi? Nima edi? Mana u auradan 5 galikni ochsak bo'ladi. Boy, bugungi maqsadlarimizga yetdik. Video juda kam bo'lgani sababli uzr so'rayman. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Shuncha mehnatni qadrlagan holatda bu videoning ikkinchi qismi bu videodan bir salkam 30 tachalar yangi obunachi kelsa chiqadi. 30 ta like kelsa chiqadi. Hammaga xayr. Sizlar bilan o'yinlar shaydosi bo'ldi. Chao.